qishloqqacha tezroq yugur. Yomg'ir qattiq yog'yapti, telefon ham qo'rqyapti, bel-ya. Hop, mana panaga o'tib oldik. Yangi qishloqmi? Ha, aytgancha, hammaga salom bo'lsin. Men sizlar bilan Artur o'sgan abzaman. Bugun sizlar bilan mana shu yangi qishloqqa kelayotganim o'zi mana hozir. Bu mening yangi qishlog'im endi. Yangi qishloqqa ko'chib o'tdim. Jetel, qalaysan, Jetel? Qalaysan? Söyle dedim. Sen söylemesin söyleme. Ketdim. Bu yerni meri qayerda? Meri qayerda buni? Qayerda meri bu? Bu yerni meri qayerda ekan? Bu yerlarda chorva mollar saqlanadi shekilli. Bu yerga nima deb yozilgan? Qishloq merining uyi. Ha, mana topdim-u. Taq. Ochiq ekan. Nima bo'lyapti? Sizmi mer? Ha, menman mer. Nima qilmoqchi eding? Ha, bu yerning meri kerak edi. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Bu yerdagi qishloqlar gapiradimi o'zi? Ha, gapiradi, lekin senga emas, sen notanish odamsan. Ha, shungamidi? Hozir ko'chani eshigini baklab o'ray. Ana. Menga bitta uy bera olasizmi? Men sizga to'lovini qilaman. Ha, unda ijaraga olma mendan. Ijaraga emas. Ko'p pul bersang hamma uyni berib yuboraman. Butun bir uyni berib yuborasizmi? Men ijaraga turmoqchi edim vaqtinchaga. Balkim ko'chib ketarman. Yo'q, men senga ijaraga bermayman. Ha, mayli, uyni beringchi. Undan oldin to'lovini qil. Ha, mana aytgancha sizga to'lovini olib kelib qo'yganman. Bu ana oling. Bu boshqa gap. Hozir senga bitta jetel ko'rsatish kerak. Ko'rsatmasa, sen xohlagan uyingni olaver. Ha, mayli, gaplashaveringlar unda. Men ketdim. Qani do'stlar, biz qayerdan tanlasak ekan? Jetel ko'rinmayapti-yu, ba'zi o'zimiz tanlaymiz. Jetelga tanlatmaymiz. Qani. Haligi kelgan joyimiz qayerda edi? Bu yerni meri va qishloqlari boshqacha ekan. O'zimning qishlog'im zo'r edi. Lekin men u qishloqni video qilib chiqarmagandim. Lekin bu qishloqni ko'chib kelganimni va bu yerlarda nimalar bo'lishini, sarguzashtlarimni aniq video qilib chiqarib oldim. Bu yerda qanaqa uy bu? Bu qo'shilgan uy ekan. Mana bu uy ham chiroyli ekan. Lekin bu uy emas-da. Mana bu kichkinagina uy tunuka ekan. Menimcha, odam bor ekan. Ha, mayli keta qoling. Mana bu uyni olsam ekan yoki. Bu mana shu shinamgina uyni olsam bo'ladi. Bu yerda uxlayman. Lekin mana shu uyni olamiz. Hozir merga aytamiz qayerdan olganimni. Merga aytmasak, bizni yana notanish deb pul olishi mumkin. Bu yerning merlari ham boshqacha ekan. What? Shu yermidi? Ha, shu yer ekan. Mer. Ha, yana nima deysan, bilyapti. Ha, menga
ana u chekkada turgan uy yoqdi, o'shani berasizmi? U chekkada turgan. Ha, uni olaver, baribir hech kim yo'q. Fakir turgani, uni yaqindan bitta odam qo'yib ketdi. Ha, unda o'zim olaman shuni. Ha, mayli, olaver, tezroq ko'ch, bor. Ha, mayli, hozir ketaman, bilyat. Bu yerni jitelari gapirmaydimi? Menimcha notanish deb o'ylayapti. Yaqinda tanishib olaman. Tanishib olsam, hamma gapirsa kerak-da endi. Ha, o'zim olganim yo'q. Mana o'zimni karavatim chiroyli baribir. Yaqinda siyoh rangida olaman. Ustini ta'mirlash kerak. 2 etaj qilib yuborsam-mikin. Merga aytib ko'ramiz keyin. Hozircha hech nimam yo'q. Yaqinda narsalar sotib olaman. O'shandan keyin ko'ramiz. Menimcha bu yerdan mashina haydab bo'lmasa ham kerak, lekin men mashina olib keltirmasam tura olmayman. Bu yerga aniq mashina kerak. Faqat menda bor emas-ku, balkim boshqalar ham sotib olar keyin. Mashina do'konlar ochaman, ochaman. Agar qo'yishni bilmaydimi bular bilan. Bittasi baland tepaga chiqib olibdi. Qo'ylari pastda. Qo'y. What? Nega? Nima qilyapti? What the heck? Ketmay bro. Oh. Bu qirol deydi-ku. Yana pul so'rab tursam bo'lmaydi. Hamga shu yerda tugatamiz shekilli. Uyni oldik-ku endi. Nima qilsam ekan? Bu yerda tozalamabdi oxirgacha. Shu yerlarga trotuar qurdirish kerak va yo'llarni tekislantirish kerak. What? Bu loydan qilingan yo'llar tekis emas. Buni qara, voy-vo. Bu yerlarni tekislattirib, merdan ham boyman-u, lekin mer o'zi boylikka anaqa qilyapti, qani? Bilyat. Bu qo'shnimniki, uyim emas bu, to'xta. Buni ko'rganman. Bu uy emas. Bu qanaqadir maniakxona bu. To'g'rimi? Mayli. Ozgina yotaman. Sizlarga esa xayr do'stlar.